Otlar buzilib qolyapti. Yaxshi otlar. Endi otliq 10 sentyabrdan keyin minilgan otlar uzoq chovadi. Mizon kiradi. Mizon kirgandan keyin qovun pishadi, shundan keyin ot salov qiladi. Issiqda ot mingan odam xuddi marazilkadan bir narsani olib quyoshga otib yuborgandek bo'ladi. Mana hozir 70 kundan beri mana shu otlar chovilgan yo'q, 10 metr ham yugurtirganim yo'q. Mana Xudo nasib qilsa mayogacha chovamiz. Mana kecha 7-8 ta o'yinloq chopgan otlar yerda chilla kirgandan keyin bari gitara bo'ladi. Keyin polvonni so'kadi otvoz. Mana otimni minmayapti. Buning uchun toqat qilish kerak, toqat. Toqat qilmadingizmi ot yugurmaydi. Tez choptirib olish kerakmi? 70 kun ot qimlatmasangiz u ot bo'lmaydi. Odamlar 1-avgustdan chiqarib otini suvutib bo'lgan. Ana olmashda 150 ot yig'ilgan bo'lsa, 100 tasini o'sha vaqtdan suvutib qo'ygan. Bitta 22-kun dekabrga chilla kiradi. Undan keyin u otlarni bari jim teskari bo'lib, yuragini bosib, moy qaroyib ketgan yugurmaydi. Ana shu otlarni keyin qanday qilib yana ringga qaytasiz? Uni yana chilla kirganda tozalab olasiz, xolos. Yana mingizasiz, a? Ha, mingizib shu tarbiyasini o'zining kerakli narsasini berib. Shundaqa narsalar o'tadi. Otga o'sha vaqtda sizlar tomon vaqtlaringizda jugori berilgan, hozir endi arpa berilgan, beda berilgan. Arpa bilan beda berilgan, boshqa narsa berilmagan otga.